Navbahor Surxon 2-0 o'yin haqida fikrlar. Navbahor Surxon o'sha kutilgandek, Navbahor jamoasi kutilgandek desa bo'ladi. G'alabasi o'sha Anvar G'ofurov bungacha o'sha Surxon bilan g'alabasi seriya qaytib kelayotgandi. Bu seriya buzildi. O'yinda mag'lubiyatsiz seriyasi. Timur Kapadze har doimgidek desak bo'ladi, chunki har turda rotatsiyalarni ko'ryapmiz. Bu turda o'tgan turlarda markaz futbolchilari boshqa edi. Tedi va Diyor Xolmatov o'ynayotgan bo'lsa, bu safar Shohruh Abdurahmonov va Neftidan o'tgan Quvondiq Ro'ziyev tandemini tashladi markazga va asosda o'tgan o'yinlarda asos tarkibda yana o'zgarishlarga yo'l qo'ydi va g'alabani qozondi. O'yin biroz ertaroq boshlandi desak bo'ladi. Soat 16:00 ga belgilangandi. Nahorga oshdi o'zi. 16:00 issiqroq bo'ldi. Bomda to'qib kelinadi. Shunaqa. Lekin bu bitta tomoni bor-da. Menimcha PFL ham bu vaziyatda o'yinlarni vaqtini belgilayotganda Navbahor Toshkentda o'ynayapti-ku. Namangandan keladigan muxlislar Toshkentga kelib, o'yinni o'tkazib, yana ertaroq uyga qaytib ketadigan vaqt o'ylangan bo'lishi mumkin-da. Chunki baribir bu yo'l uzoq, turli xil noxush holatlar bo'lmasligi uchun yorug'roqda hech bo'lmasa sal ertaroq yetib borsa yaxshi bo'ladi degan ma'noda belgilangan bo'lishi mumkin. Bu bir tomondan yaxshi. Endi qolgan o'yinlar endi ayrim jamoalar o'z uyida o'tkazayotgani uchun ular sal kechroq boshlanyapti. Masalan, bunga hali yana to'xtalamiz. Bunyodkor Neftchi o'yini ham ancha kech boshlandi. Bunyodkor o'zida o'ynagan, lekin mehmon jamoa bunda ham bor-ku vodiydan, lekin u mehmon jamoada Navbahor bu o'yinni mezbon jamoasi edi. Mana shunaqa fikrlar borligi uchun ham o'yinni vaqtlarida shunaqa holatlar duch kelyapmiz. O'zim gollarga qaraydigan bo'lsak, legioner futbolchilar mana shu gollarga emas, o'sha o'yinda Said-Azamat Mirsaidov rostdan ham yaxshi ma'noda o'zini yaxshi ko'rsatdi desa bo'ladi. O'sha Kannavaroga messenjerlardan birini yo'lladi, rostdan ham gollarda faol ishtirok etdi. O'zi bunga qadar ham Said-Azamat Mirsaidov yaxshi tomonlama ko'rsatib kelayotgandi. Baribir mavsum boshida biroz u yaxshi boshlamadi desa bo'ladi. Ya'ni o'sha ajralib turmayotgandi, assistlar bermayotgandi. Kechagi o'yinda e'tibor qilinadigan bo'lsa, ancha o'zini yaxshi ko'rsatdi va Timur Kapadzeni ham bu yerda o'sha zo'r yurish qildi. Masalan, o'sha o'yin 1-0 bo'layotgandi va Surxon oldinga o'tayotgandi-da. Masalan, hujumlar qilayotgandi, xavfli vaziyatlar yaratishga urinayotgandi va ikkinchi taymda hujumkor futbolchilarni tashladi va o'yinni qaysidir ma'noda deyarli o'sha 2-0 dan keyin hal qildi desa bo'ladi va bir qayg'uli xabar bo'ldi bu o'yinda. O'sha Bihruz Karimov ikkinchi taym boshida zaxirada maydonga tushdi va majburiy tarzda almashtirildi. Keyinchalik o'sha xabarlar chiqdiki, uni oyog'i o'sha sinindi degan ma'nodagi o'sha xabarlar tarqaldi. Bu terma jamoamiz uchun ham, futbolchi uchun ham, klub uchun ham yo'qotish desa bo'ladi. Chunki so'nggi o'yinlarda terma jamoamiz o'sha so'nggi o'yinlarda u o'zini Kannavaroga ham ko'rsatgandi, yaxshi ko'rsata olgandi, yaxshi harakatlari bilan. Shunaqa, bu yomon xabar. Hozir aynan Behruz jarohat olgani bu albatta yomon bo'ldi, chunki terma jamoaga endi chaqirilib, ko'zdan kechirilayotgan, sinovdan o'tkazilayotgan futbolchi edi. Lekin bitta tomoni bor. Aslida futbolchiga avvalo sog'lik tilaymiz, ertaroq sog'ayib maydonga qaytsin. Bitta tomoni bor, terma jamoani hozir o'ng qanotda aslida raqobat yo'q deymiz-ku. Aslida futbolchilar bor. Masalan, Nasafda Zafarmurod Abdurahmatov, Navbahorda Said-Azamat Mirsaidov bor. Ikkalasi hozir menimcha deyarli bir xilroq formada desa ham bo'ladi. Ya'ni Hojiakbar Alijonovga raqobat qilishi mumkin bo'lgan holat. Masalan, assistlar qayd etyapti, gol uryapti, masalan, Zafar Murodlar, Said-Azamatda ham shunaqa holatlar bo'lyapti. Raqobat hozir yaxshigina yuzaga kelyapti nazarimda. Lekin afsuski, endi Surxon futbolchisi ham endi jalb etilayotganda bunaqa holat kuzatildi. Lekin bu futbol oxirgi paytlarda jarohatlar juda ko'p uchrayapti. O'zbekistonlik futbolchilarda ham, xorij futbolchilarda ham. Lekin iloji yo'q ekanda. Sog'lik tilaymiz. Shunaqa. Yaxo'ja. Navbahor jamoasida bitta narsani alohida e'tirof etish kerak edi. Ya'ni Oybek Mirzo so'z avvalida aytdi-ku, rotatsiya qilyapti, o'zgartiryapti deb. Navbahor shunaqa qilyaptiki, mana hozir boksingda-ku.
buni oxirlariga borib juda ko'p jamoa charchab qoladi. Chunki juda ko'p bizni chempionatimiz 60% bir tarkib bilan o'ynaydigan jamoalar. Ya'ni bitta asosiy futbolchisi bor, uni yarmini to'ldira oladigan zaxirada ikkinchi variant bor va yoshlar u yog'i tajribasi yo'q. Hech qachon murabbiylar bizga ishonmaydigan yoshlar. Ya'ni bizning murabbiylarimiz o'rnini yo'qotib qo'ymaslik uchun tushirmaydi yoshlarni. U aniq tushirmaydi uni. Undan ko'ra shu 30 dan oshgan 10-15 daqiqa o'ynab beradigan, bexato o'ynaydigan odamni tushiradi. Yosh kattani. U mayli, u Chernogoriyadan boradi, Serbiyadan shu bugun ham muammolar haqida gapirmay, o'yinga to'xtalik. Navbahor shunday qilyaptiki, jamoa hamma charchaganida qo'shadigan kuch yig'ib boryapti. Hozir mana Oybek aytganda kinoldan keyin o'yinni sovutdi, ya'ni quritdi, shu jumlani topa olmadi. Nimaga? Chunki mana shu kuchni tejab borish Boxing Day'ning oxirlariga borib, FIFA kunlari bo'ladi. Undan keyingi mana bundan keyin, ya'ni finishda rol o'ynaydi bu. Hal qiluvchi nuqtalarda Navbahor boshqalarga nisbatan ko'proq kuch bilan qoladi. Bu o'yin uslubida. Shuningdek, Neftchida ham shu narsa kuzatilyapti. Ular ham rotatsiya qilishyapti. Paxtakorda ham hatto qilinyapti. 5 tadan 4 tadan futbolchi regular almashtirilyapti. Hujum chizig'ida, markaziy himoyada, hammaga bir qanot himoyasini, to'g'ri, Alijonov yoki Sobirxo'jayevga o'xshagan futbolchilarga u qadar tegilmayotgan bo'lishi mumkin, lekin ular ham harakat qilyapti. Shu boisda menimcha rotatsiyani eng zo'r Neftchi uddalayapti. Navbahor uddalayapti bo'laydi. Nimaga? Chunki Neftchida juda ko'p narsa futbolchilarning mahoratiga tayanadi. Ya'ni ularni 10 daqiqa 15 daqiqaga tushirsangiz ham u o'yinni o'zgartirib yuborish mumkin. Masalan, 15 daqiqada Ikrom Aliboyevga shart emasdi o'yinga kirishib olish. U 15 daqiqada Ikrom Aliboyev ekanligini isbotlaydi. Lekin Navbahor rotatsiyasida futbolchilarga sen birinchi raqamlisan, sen muhim narsasan va o'yin uslubidagi vintikligingni tushuntirib berishga harakat qilyapti. Ya'ni Kapadzeni hozirgi qilayotgan ishi finishda katta rol o'ynaydi. Ya'ni kerak paytda jismonan yaxshiroq yetib kelishadi. Va bitta narsa aytib o'tmoqchi edim. Menimcha Navbahor yana bitta ustunliklaridan biri bu asosiy tarkib futbolchilar, ya'ni hamma asosiy tarkib futbolchisi va hamma zaxira futbolchisi ham bo'lishi mumkin. Menimcha O'tkir Yusupovdan boshqa, endi Shukron Yo'ldoshovga hurmat saqlagan holda aytamiz, deyarli hamma pozitsiyani rotatsiya qilyapti. Chunki mavsum boshiga qaraydigan bo'lsak, o'sha ikkita gruziyalik himoyachi, Chichinadze va Jigirinaya o'ynayotgan bo'lsa, hozir Mamatkaziyev va Jigirinaya tandemi, chunki o'sha Chichinadze jarohatda. Ya'ni nima demoqchiman? Markazda deymizmi, hujumda deymiz, masalan, hozir G'iyosov jarohatda, masalan, Zabihullo O'rinboyev jarohatda deymiz. Lekin o'rni sezilmayapti. Husayn Norchayev hali qaytadi baribir. U hali bular hisob, ya'ni ularsiz hozir harakat qilyapti-ku, agar ular ham qaytadigan bo'lsa, baribir Navbahor anchagina o'sha hech kim inobatga olmagan, lekin katta kuchda hozir, ya'ni nima demoqchiman, bular agar qo'shadigan bo'lsa, baribir klass yuqori futbolchilarda hammasi. Ustunliklardan biri ham mana shu bo'lishi mumkin. Keyingi o'yinga o'tamiz.